Assalomu alaykum hurmatli YouTube chorva ishqibozlari, chorva fayz kanalimiz obunachilari, buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmoncha qishlog'ida joylashgan Do'rmoncha chorva bozoriga keldik. Inshaalloh mana buqalar qatoridan video syomkalarimizni boshladik. Semiz buqalar juda ham ko'p chiqibdi. Mana navbat bilan ko'rsatib beraveramiz. Bugungi sanamiz 20-yanvar haftaning seshanba kuni 2026-yil. Biz video syomkalarni boshladik xudo xolasa. Bozorda holatlar, odam ko'p chiqqan, buqalar ko'p chiqqan mana. Ko'rib, tomosha qilib, video boshidan like bosib, fikr mulohazalarni qoldirib, videolarda kamchilik xatolarimiz bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etib like bostiraverasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, mana 805 kilo keldi Angus buqamiz. 805 kilo. 65 mingdan taroziga. Boqsa zo'r bo'laman deganlar. Olinibmi bu? Nech pul bo'pti? Yo'qmi egasi hozir? Olinibdi deyapti. Nech pul bo'ldi ekan bilamiz dedik. Nech pul bo'pti bilmayman. Egasi yo'q ekan buni. Egasi borlaridan ko'rsatib beraveramiz hurmatli tomoshabinlar. Kimdan ekan bu? 23,5 million savdo turgan joyi shu. 23 milyon 500 ming savdo bo'lyapti. 23 milyon 500 ming realni savdo bo'lib turgan joy. Navbatdagilariga o'taveramiz. Bozori qizib turibgan bular. Bu kimdan ekan bu? Semizi. Egasi yo'q buni ham mana. Lekin mozor semirgan ekan, ha. Tomoshabinlar, sekin navbatdagilarga o'tib boraveramiz. Egasi borlardan. Soyxonaga qalaysiz? Yaxshimisiz? Tarozgami bu? Taroziga kelyapti. Ha. Nech pul bo'ldi? 62 ming so'mdan taroziga bor. 62 dan taroziga baraka. 5 kilo sitkasi ham bor ekan mana. Ana shuni ko'rsatib beramiz. Tomoshabin. Nech kilo keladi mana taxminlar qoldirib turaveramiz. 62 ming so'mdan nech kilo keladi? 510 kilo deyapti. Realni shunday ko'rib turganlar taxmin. 500 kilo. 62 ming so'mdan taroziga baraka bo'ldi. Nech kilo? 550 gap yo'q, maşallah, ko'z tegmasin. Zo'r semirgan ekan. Navbatdagilar, jonivor. Baraka bo'ldimi bu aka? Endimi? 31 millionga yo'q. 31 million savdosi bo'lyapti mana. 31 million savdosi bo'lyapti mana, maşallah. Ikkitasini savdo qilyapti mana. 71 million so'm maosh kelasi. 71 million zo'r semirgan ekan. Hammaga nasib bo'lsa mashinaqalardan semirtirib boqaverish mana. Yil oldi, yelkalari zo'r. Gap yo'q. Kimdan ekan bular? Sizlardan emasmi? Qaysi savdo bo'lyapti soyxonaga? Greenfordmi? Bittasimi? 36 million savdo bo'lyapti mana shu buqamiz. Maşallah, ko'z tegmasin. Shu semka qo'ygan. O'shadan qachondan olsam? Bo'ylari 40 keladi. 36 million so'mga savdosi bo'lyapti mana. Realni 36 million. Barakasini bersin. Bozor tiqilinch. Nech pul bo'pti bu? 28 million 400 ming bo'ldi. Yaxshi ko'rsatilmay qoldi buni ham. Bozor to'polon. Mana navbatdagi buqalar. Qaysi savdo bo'lyapti? Va bu qorasini 27 million so'm qilyapti. Mana navbatdagi buqalar savdo bo'layotgan joylaridan
ko'rsatamiz xudo xolasa. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi savdo bo'lyapti? Mana shu ikkalasimi? Hurmatli tomoshabinlar, like tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Ikkalasini savdosi bo'lyapti, hozir bilib beramiz. Bo'ylari 1.45 plus keladi. Rossiyskiy paroda buqamiz mana. Necha pul savdosi bo'lyapti? 35 million. Qancha? 35 million. 35 million savdo qilayotgan mana shu rossiyskiy paroda buqamizni. Bo'ylari 1.45, 1.50 ham keladi. Yo'q. Tarozga so'ramadimi? Ha, tarozga so'ragan yo'q ekan. 35 million savdo qilayotgan mana shu. Bunisi kimdan ekan? Mana buqamiz. Lekin buqalar katta buqalar chiqib turgan ko'z tegmasin. Ulaslardan emasmi? Chorva faizgan. Turganlardan, par chiqib turganlardan chiqdi-ku. Ko'z tegmasin, hammaga nasib qilsin. Hurmatli tomoshabinlar, mana navbatdagisini ko'rsatib beramiz. Ularda liderlari chiqdi bugun hojiba. Nech pul deyapsiz buqani buni? Turagi bormi yo'q bilmaymiz. Pul deyapsiz bu oq buqani? 38 million kami bor-a? Nech pul savdo qildi? 31 million so'm savdo qildi. Hammaga nasib bo'lsin. 31 million so'm, bo'ylari 1.50 kilogramm. Rossiyskiy kimdan ekan? Navbatdagi buqalar. Buqasilardanmi? Bizdan ko'ravering. Kirom aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Chorva faiz kanal. Chorva faiz. Oldingizmi yo sotyapsizmi buni? Yo'q, buni bolalarniki mana 39 million tutdi. 39 million savdo qilyapti bozorda realniy. Nech pul aytyapti? 40 deyapti. Nega o'zi yetib borib qolibdi-yu? Mana buqamiz 39 million savdo qilayotgan. Mashalloh, hammaga nasib qilsin. Navbatdagi Greenford buqamizni ko'rsatib beramiz. Navbatdagi Greenford buqamiz. Buqani nech pul deyapsizlar? 40 million ozgina kam bor ekan mana. Savdo ko'rdimi? 38 million savdo qildi mana Greenford buqani. Gap yo'q, ko'z tegmasin. Hammaga nasib qilsin shunaqalardan boqish. Navbatdagi buqamizni savdosi bo'lyapti mana shu buqamizda. O'zimizning mesli buqalardan ekan. 24 million 500 ming so'mga savdosi bo'lyapti mana. 24 million 500 mingga shu ola paroda buqani savdosi bo'lyapti. Bo'ylari 1.30. 35 million so'm savdo bo'ldi. 35 million mana Angus buqamiz chiqdi. Angus tuzorlar chiqdi mana. Hurmatli tomoshabinlar, Angusni ko'rsatib beramiz. 60 million baho aytilyapti. 50 million bozorda savdo qilib turibman. Mana buqamiz 50 million. Taroziga 64 mingdan so'rayapti har doimlar. Qancha keldingiz? Maşallah. Hammaga nasib qilsin. Ber, ortiga gapsiz keladi. Odam ber. Bor baraka bering endi Shukurxon. Bor baraka. Bor baraka bo'lmay. Baraka bo'lib ketdi 24 million 700 mingga mana. Do'konning qayda qoladi? Mana shu buqamiz mana 24 million 700 ga baraka bo'lib ketdi mana. 30 million so'mga baraka bo'ldi mana shu buqamiz. 30 million so'm. Mana tomoshabinlar. Navbatdagilarni ko'rsatib berishga harakat qildim. 31 million so'm bo'ldi mana bunisi. Ana barakalar 31 million so'm. Bozorda savdolar yurdi xudo xolasa. 24 million so'mga baraka bo'ldi bunisi mana. Barakalar boshlanib ketdi. Barakalar boshlandi. Savdolar avjida. Mana bitta bitta semental gibrid chiqibdi shekilli. 26 dan so'rashibdi. 26 million so'mdan so'rashibdi bularni. Ikkovilasini 52 million so'mga so'rabdi. Chunkiga 52 million savdo qildi. Barakasini bersin.
Navbatdagi buqamiz mana 62 ming so'mdan taroziga chiqdi mana. Baraka bo'ldi 62 ming so'mdan taroziga. O'rtacha semirgan buqamiz. Semizlari 65, 66 ham bo'lyapti. Bu 62 dan bo'ldi bu. Qatdimi? Tortyapti hozir mana kilosini bilib beramiz mana. Ha? 543, 544 da to'xtayapti ekan mana. Hozir bilamiz biz. 62.500 danmi? 62.500 ekan hurmatli tomoshabinlar. 545 kilo ekan. Barakasini bersin. Mana shu shved buqamizda 31 million 500 ming savdosi bo'lyapti. Buqamiz mana. Boqma buqa desa ham bo'laveradi, so'ysa ham boqsa ham bo'laveradi deyapti egalari buni. Nech pul deyapsiz buqani? Aka 23 million qilyapti o'zi. 23 million so'm so'rashdi. Pardonlar mana. 23 million so'mga bo'ylari bir 25 kelaveradi. Barakasini bersin. Ha bitta savdolar qizyapti. Berayim bo'ldi. Savdosi qizigan joyda. 36 million so'mga 300 ming kam so'rayapti. 35 million 700 ming. Barakasini bersin. Hurmatli tomoshabinlar, mana xudo xolasa buqa qatordan semgalarimizni yakunladik. Inshaalloh hozir ko'chat buqalardan, qo'y bozoridan ham semka qilib joylaymiz. Ko'rib like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Hammani Alloh chorvasiga baraka bersin.